Assalomu alaykum. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Hoji ota. Men sizni fuqarongiz Saidov Sherali, Surxondaryo viloyati Jarqon tumani Qoryog'ich mahallasidan men. Men sizga murojaat qilayotganim sababi men mana 17 kun bo'ldi, mana bugun 17-kun. Hop, bir Jarqo'rg'on tuman eksperti boshlig'i hamda Qoryog'ich mahallasini fermeri, Qoryog'ich mahalla Sazanlar fermer xo'jaligi raisi Fayzullayev Anvarda hisobidan, Qurbonov Ne'matlarni hisobidan mana bugun 17 kun bo'ldi. 17 yil yashagan uyimni buzib tashladi. Mana 17 kundan beri yotibman, mana ko'chada yotibman, tashqarida. Hamma narsam mana tashqarida yotibdi. Mana meni mana maydonda qoldirdi bular. Meni uy joyimni taktiblay buzib tashlashdi. Mana Zovurni narigi betida, meni uyim bor edi. Mana bu yoqda. Mana shu narigi betda, mana shu Zovurni narigi betda uyim bor edi. Uyimni buzib tashlab mana yo'q qildi. 17 yil yashagan uyimni mana hozirda men mana maydonda yotibman. Zovurni muhofaza zonasida. Mana uy joyim mana shu holatda, shu yomg'ir, shu sovuq kunlarda, chang to'zonlarda yotibman. Iltimos sizdan, hurmatli Prezidentim, butun O'zbekiston xalqi, sizlardan iltimos qilaman, menga yordam beringizlar. Men bu yerda sudyalardan, rahbarlardan charchadim. Hech kim yordam bermayapti. Mana Jarqon tuman hokimi keladi, ketadi. Mahalla uchastkovoy keladi, ketadi. Faqat ularga yordam beryapti. Qurbonov Sherzodga, keyin Fayzullayev Anvarlarga yordam beryapti. Ularni qo'llayapti. Iltimos sizlardan, menga yordam beringizlar.